Assalomu alaykum. Ramazonni bugun 12-kuni. Bugun men kechagi savolimga javob berishdan boshlamoqchiman. Yusuf alayhissalom martabalari Misr davlatida ko'tarilgan, baland bo'lgan. Mani sog'am magali, Dilafruz bugun qo'ygan o'xshaydi. Menga savol kelmadi hali. O'shanga men Dilafruzga bugun savol beraman, sadarkamni ochib. Qur'onda bitta sura bor. U surani o'qiganingizdan keyin обязательно sajda qilishingiz kerak. O'sha sura nima deydi? Wow. Really chiroyli. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Ramazonning 12-kuni. Padarka ochamiz. Qizim bugun men ochiy dedi. Mayli deb qoldim. Okay. Open it. Wow. Mushulcha ekan. Kechki mishkani. Shani mushulik. Rahmat. Rampani savollar keladigan bo'lsak, sura Al-Alaqda suradan keyin sajda qilish kerak. O'tda yo'q, unga itoat qilmanglar, sajda qil va Allohga yaqinlash deb aytiladi. O'shanda sajda qilish kerak, lekin ammo bir xil ulamolarga qaraganda Qur'onda 14 ta yoki 15 ta sajda suralari bor va ular qaysilar? Bu meni savolim sizlarga. Pastda yozib qoldiringlar.